Hürmetli so'tchi efendim. Hey, gapim boshlab boqaymi? Bugungi bu deloni siz yomon odil bir taraf qilib birin qarang. Bugungi jinoyatchi gumondor bo'lgan bu Rajab efendimni o'zim qiynab arz qilib emasmi? Bun asosli sababchisi mush Rajab efendimlik ayoli tursa yan qiynab arz qilib kepti desangiz, bu ishni ko'mamsiz endi qanaq qilmiz? Bun asosli sababchisi bu Rajab efendim ayoli qarang uyda bir kun kechkishmish telefon o'ynab o'tirdi-ki, ya uydagilar g'izo etmaydi-ki qarang. Ya bo'lsin ugunishvil ko'rmaydi-ki. Qo'lidan telefon tushmaydi-ki, shuning bilan bu Rajab efendim ochiq kep telefon tortibdi. Uyda simsiz tornim üzütüptü, şunun bilan bun kalısıq ta'sir qilib nervus ojizroq xotinkendik, shuning bilan sarong qopdi. Bun ağlagan qiynanысы, "Sen qizimni urib sarong qo'yding" deb mishakab so'tqi sizlar arz sunupdi. Ham bu efendim gunohim yo'q ekan, o'ylab baqsam. Sizlar dapiqingizlar bir ayol kishiga adam bir kun kechgacha bolasi bilanmi ko'ribmisa, ugunishlari bilanmi ko'ribmisa, ya uning g'izo etpamisa, sizlar dapiqingizlar bu ishni qandoq qilamiz endi? Ayol kishiga uyda tatliq tomoqlarni etib, bolalarni yaxshi tarbiyalamamdi. Telefon qarab o'tasa, u bolalarning kelgusi istiqbolga ta'sir etmam. Sizlar bermagan jazoni kimga berdikin tang,